Assalomu alaykum birodarlar. Mana guruhimiz a'zosini yana bir a'zosini ko'rib qoldik Trackstopda. Hozir mana kelib endi bir ikkita savollarni beramiz. Hayotiy, faqat haqiqatni aytishga harakat qiling birat. Qayerdansiz? Samarqanddaman. Samarqanddan ekanlar. Biz Vodiydan bilasizlar. Bu reportyorimiz qayerdan? Xorazm. Endi hazil qilib gapiramizda. Endi nima traktor ishlaysiz-a? Bilishimizcha. Traktor ishlar qanday bo'lyapti? Bo'ladi aka, sekin-sekin endi nasibaga yarasha. Endi yuklar narxi ko'tarilmayapti. Mana dizellar ko'tarilib ketdi-ku. Bugun hazil haligi bo'yinda счет ko'rsatganda $247,000 счетda turgan o'sha sizmidingiz yo adashdingmi? Yo'q, bitta jo'ramiz edi, oshnamiz edi ana shu. Ha, guruhimizda o'sha traktchilarda счетda $247,000. Ish yaxshi bo'lmayapti zato. Ish yaxshi bo'lmayapti, lekin dachalarni quryapmiz. Bo'ladi, sekin-sekin. Necha yildan beri Amerikadasiz, sekret bo'lmasa, birat? 10 yilcha bo'ldi aka. 10 yil bo'lganmi siz kelganingizga? Siz oilaviy yashayapsizlar-a? Qayerda yashaysiz? Endi bu lishniy haligi-ku. Endi xohlasangiz javob bering, xohlasangiz. Brooklynda yashaymiz biz ham. Brooklyn, New York nomer 1 da bilib qo'yinglar. Qolgan shtatlar. Hozir men sizga konkretno chotki savol beraman, faqat to'g'risini ko'zingiz yetganchalik javob bering. Mana hozir O'zbekiston kontrakt qildi deyapti, amerikanskiy qanaqadir частный firma bilan qanchadir odamlarni $3,5 sexnikami, xo'jalikka ishga taklif qilishyapti. Shuni qanchalik darajada shu narsa to'g'ri deb bilasiz? Endi shu ishonasizmi shu narsa realizovat bo'lishiga? Endi mani o'ylashimcha bu shaxsiy, mana u fermerlar shu kontrakt bo'yicha ishlamoqchi. Menimcha, bizlar ham shu internetlarda o'qib shuni ko'rdik. Ishonamiz. Bir hafta bo'ldi bu yangilik chiqqaniga, biron kishini kelganini ko'rganimiz yo'q hali lekin biz ham spetsialniy mana bunaqa saytlardan, chatlardan, bir nimalardan informatsiyalarni qidirib ko'rdikda, mana Abu Xalid bilan hamda yo'q, hech qanaqa informatsiya yo'q. Zato O'zbekistonda bor. Rahmat O'zbekiston televideniyasiga, biz hamma Amerikadagi xabarlarni o'sha kanallardan ko'rib turamiz, biratlar. To'g'rimi? To'g'ri. Sizni kelajakda maqsadlaringiz nima, orzu-niyatlaringiz nima? Mana Amerikada necha 10 yildan beri yashayapsiz ekan, ha? Endi nimaga erishdingiz, nimaga u endi hamma har xil o'zini lishniy hayoti, lekin kelajakdagi orzungiz nima? Orzularingiz bordir. Shu orzular kompaniya ochish, trak qo'yish aka. U endi sekin-sekin o'zimizni odamlarga yordam berish. Nechta trakingiz bor mana? O'zimizni bitta trakimiz bor aka. 26-yil trakingiz qani? Ikkitangiz. 26-yil trak shu, endi shuniki endi yuribmiz-da, shu 26 bilan. Ikkita traklari bor, kamtar-da, baribir kamtar. Samarqandda kamtar-ku hamma. O'shanga mayli qanaqadir savollaring bo'lsa mana bersalaring, keyingi temamizda qanaqa savollarni imini beraylik. Meni o'zimda kallamda g'oya ham, ideya ham yo'q. O'shanga boricha bu ukaxonimizdan ukamsiz-a? Artikl bo'yicha salgina savollarni to'xtatsak bo'ladi. Pensilvaniya chatida ko'p savollar kelyapti, lekin bo'lmaydigan narsa-da u. Bu kishi chatimizda administrator bo'ladilar. Именно medical bo'yicha Pensilvaniyani savollariga javob beradigan. Oxiri chatga kirmay ketdilar. Bir hafta, 2 hafta, chunki bir kunda 150 tadan bolaga savollariga javob berdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'p odam keladi. Bir sekundda bittasi kelib, ikkinchisi keladi-da. Shu to'g'risida gapirib yuboring-da, shu Pensilvaniyada medical qilsa bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Yo'q, o'zi bo'lmayapti shu. Sistema qabul qilmasa u qanday bo'ladi? Любой joyda qilsam u kelmaydi u sistemaga. Odamlar любой joyda hayotdan o'tib ko'rsang u bo'ladi. Ba'dan bitta odamni fake anonsini ko'rdim, xabarini ko'rdim, fake chista. Buni o'z berdingiz bu turib New Yorkdan o'tib keldi, update bo'ldi, borlobatlar deb gapirdi, lekin u narsa fakeligini 100% garantiya. Yo'q, eshityapman, o'tdik deb, lekin ularni qandaydir dokumenti bo'lishi mumkin yoki o'zi uchun qandaydir fake narsa aytishi mumkin-da. O'tgan safar ham 10 yil oldin ham mashinist bo'lgan. Hardim endi o'zimiznikilar bo'lmaganda. Endi hozir sekin-sekin endi boshlayapti, endi rivojlanyapti. Основной kimlar endi bu juda ham g'alati. Mana bu ko'pchilik misol bolalar, mana Meksikadan kelgan bolalar ko'pchilik aldanib qolishdi. O'shalarni aldab qo'yib, ana shularga asosiy sababchilar ko'proq kimlar aldayapti shu deb o'ylaysiz? Shaxs emas, endi o'zimiznikini aldayapti-da. Endi bitta narsani qilib beraman deb
summa pul olyapti, lekin blokka chorniga tiqyapti. Shunaqa ko'p gaplarni eshityapmiz-da. Lekin siz mana shu bizni gruppaga kirib turib, siz uverin bo'ldingizmi? Biz shu yaxshi o'zbeklar ham juda ham ko'p ekan, o'zbekistonliklar deb gapiring. Endi o'zbeklar desam chalpak-malpak qilib yuborishmasin. O'shanga o'zbekistonliklar juda ham yaxshi insonlar ko'pligiga amin bo'ldingizmi o'zingiz ko'rib? Ha, mana shu chatda lekin hamma bir-biriga yaqin, yordam kerak bo'lsa yordam berishadi. Masalan, biron narsaga, biron joyga buzilib qolgan bo'lsalar, hada anavi mexanik shab topib berishadi. Qanaqadir problema bo'lsa yechishga tayyor bo'ladi-da, postoyanno. Shu o'zimiz akalar bor guruh chatda. Shunday. O'shaning uchun chatimizga kiringlar, gruppamizga kiringlar, qo'shilinglar. Ahil va inoq aka-uka o'zbekistonliklar hammamiz, ne только O'zbekiston, Qirg'izistonliklar bor, Tojikiston, Turkmaniston, даже turklar ham bor bizning gruppamizda. Kiringlar, hammasi yaxshi bo'ladi, короче. Bir-birimizga yordam beramiz hammamiz, musulmonlar. Yig'ishtirib shu akaga bitta farosat sotib olishi kerak-da. Befarosat. Befarosat deydi-ku. O'shaning uchun Jo'rabek oshna sizni misol hech qanaqa vопроslaringiz qolib ketmadimi? Futbolga kiraganda sizni videoga olsam, lekin trendga chiqib ketardik. Aka u brend u, unaqa emas. U brend shunaqa. Ha, Hodisa paketchani olib chiqdi-ku. Mayli, salomat bo'lasizlar, ishlaringga omad. Bu Davidjon bizning ukaxon bo'ladi. Har kuni chatda 24 ga 7 bir-birimizni ustimizdan qota-qot kun. Shunaqa. Faqat vaqt o'tkazish bo'ladi. U yoqqa seriozno kirishish kerak emas. Hazil uchun u. Hazil qilib kulgisi. Chayningni tagini o'chirish kerak.